Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Azizlar, barchangizga ma'lumki, UzAuto Motors tomonidan onlayn shartnoma olish tizimi yo'lga qo'yildi va bugun biz sizlar bilan birgalikda ushbu ilova orqali shartnoma olib ko'ramiz. Ketdi. Birinchi navbatda siz o'z shaxsiy telefoningizdan Play Market yoki App Store'dan UzAuto Savdo ilovasini yuklab olishingiz kerak bo'ladi. UzAuto Motors ilovasiga kirganingizdan so'ng siz profil bo'limiga o'tasiz va bu yerda Vойти knopkasini bosasiz. Bu yerda sizga kirish yoki ro'yxatdan o'tish chiqadi. Agarda sizda login parol mavjud bo'lsa, siz kirish tugmasini bosasiz. Agarda yo'q bo'lsa, ro'yxatdan o'tib, keyin kirish tugmasini bosib, kirishni amalga oshirasiz. Menda login parol bor, shu sababli men ilovaga o'zimni login parolimni terib kiraman. Mana ko'rib turganingizdek, men o'zimning shaxsiy profilimga kirdim. Ana endi biz asosiy menyuga o'tamiz. Va bu yerda modelniy rad tugmasini bosib, biz istagan avtomobilingizni tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Misol tariqasida Tracker rusumli avtomobilga hozir sizlar bilan birgalikda shartnoma olamiz. Mana istagan rangimizni tanlab, istagan pozitsiyamizni tanlab, biz zakazat tugmasini bosamiz. Найти дилера degan joyiga esa biz BSM avtosavdoni belgilaymiz va bu yerda условия соглашениеda, ya'ni shartlar bilan tanishib chiqqan holda biz принять условия соглашениени bosib оформить у дилера. Mana договор успешно создан, ya'ni biz muvaffaqiyatli shartnomani imzoladik. Ana endi siz osongina onlayn shartnoma olish haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz. BSM avtosavdo o'z mijozlariga qulaylik yaratishdan charchamaydi.